Xo'sh, mana hurmatli mijozlar, mana yerdan ov qilish uchun joy tayyorlayapmiz. Bemalol kelaverasiz. Mana katta yo'l yoqa. Hamma sharoitlar bor. Baliq qovurib yeyishlarga, svetlargacha bor. To'klar kelgan. Katta yo'l yoqasida, mana katta trassani yoqasida. Shu brusga xudo xolasa baliq tashlaymiz. Pasti 1 kilolik, oldi 5 kilolikgacha baliqlar tashlaymiz. Kim kelib ushlasa o'ziga. Narxlarini arzon qilib bitta qarmoqqa kelishtirgan holda tashlaymiz. Hozircha narxini ayta olmaymiz. Xudo xolasa narxi ham chiqadi. Baliqning narxiga qarab narx qo'yamiz. Bemalol kelib turib o'qib ketishlaringiz mumkin. Hozircha mana tozalayapmiz. Zavor yoqalardi. Ovchilar uchun sharoit qilyapmiz. Xudo xolasa tez kunda ovni boshlaymiz. Uzunligi 600-700 metr. Chuqurligi 2 metr, 1,5 metr shunday. Toza suv. Katta trassa yoqa.